Assalomu alaykum hurmatli Asmo YouTube kanali sahifasi obunachilari. Bugun sizlar uchun yana bitta eksklyuziv kontent tayyorlaganmiz. Demek abyomni 3dan 1 qurut. 15 kun yaroqli muddati bu. 15 tonna sut ilinadi. 15 tonna sut ilingan hozir. Bu degani bir kunda 15 tonna qurib chiqadi. 15 tonna. Endi oxirida bitta konkurs qilsak. Konkursga nima qilamiz? Nima qo'ya olamiz? Assalomu alaykum hurmatli Asmo YouTube kanali sahifasi obunachilari. Bugun sizlar uchun yana bitta eksklyuziv kontent tayyorlaganmiz. Bizning maqsadimiz Asmoni turli xil mahsulotlar bilan ta'minlaydigan zavodlarga birma-bir borib, o'zimiz qaysi ma'noda tekshiruvdan o'tkazish. Sizlar uchun sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash bizning oliy maqsadimiz. Shu maqsadda bugun Sadaf Sutsimos sutni qaytarishda zavodiga kelganmiz. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz ichkari jarayonlarni. Bugungi turimizda bizga yaqindan Jahongir aka yordam berishadi. Jahongir aka adashmasam lavozimiz texnologi. Texnolog. Aka boshiga bizga shu Sadaf sut haqida ozgina obunachilarimiz uchun ma'lumot bersak. Hop, Sadaf sut korxonasiga xush kelibsizlar. Avvalo Sadaf sut korxonasiga tashkil qilingan 24 yil bo'lyapti. Yurtimizga sifatli tabiiy mahsulotlar yetkazib beramiz. 100% hamma mahsulotimiz tabiiy, halol sutlardan ishlatiladi. Ish jarayoni ko'rinaveradi. Hozir ketma-ketligi bo'yicha bu birinchi jarayon, to'g'rimi? Birinchi jarayon. Hozir bu yerda nima bo'ladi aka? Sut kelib tushadi yo'nalishlarga, laboratoriyada o'tkaziladi. Keyin pishirish nimalarga jo'natiladi. Ha, sut kelgandan keyin shu yerda pishirib olinadi. Sutni ham kelishiga to'xtaladigan bo'lsak, bizga qanaqa holat yetib keladi sut aka? Qayerdan olinadi? Fermalarda olinadi. Isuzu mashinalarimiz bor. Yo'nalishlarda keladi. Muzlatilgan, tayyor yog'li sutlar. Bugungi sut misol, bugun sog'ib olingan sut bugun keladi, to'g'rimi? Bugun keladi. Misol qaytarib turib qolmaydi. Yo'q, turib qolmaydi. Bugun keladi. Bir kunda aka qancha abyomda sut qabul qilinadi? 60 tonna. 60 tonna bir kunda 60 tonna chiqadi. Gap bo'lishi. Hozir ketma-ketligi bo'yicha hammasi pishiryapti. Ha, hammasini bittalar pishirib ketgan. Pishgan sutlarni keyin bunga solib sovitiladi. Ma'lum miqdorda o'zini gradusi bor. Gradusda sovitib turib, kuyish jarayoniga jo'natiladi. Hozir bunda qanaqadir muzlatadigan funksiya bormi, faqat aylanishini so'yaptimi? Suv sovitadi. Suv sovitadi. Ha. Chillerdan suv kelib, sovitib, faqat chiqarib beradi, teppa ichib ketadi. Fermalardan sutimiz keldi. Bunaqa zichlashgan, ana shuna filtrlarda sutni ovutishadi. 7 ta jarayondan o'tadi sut. Filtrdan. Qaynatib olguncha 7 ta filtrdan o'tadi. O'tadi. Qaynatilgandan keyin ham filtrdan o'tadi. Hozir bu filtrdan o'tgan holati. Ha, shuncha narsani ushlab qoladi bu bir dona filtrda o'zi. Bundan 7 ta jarayon bor. 7 ta o'tadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir bu mashinamiz qancha abyom ko'tariladi aka? Bu mashinamiz har bittasi 2 tonnadan 6 tonna ko'taradi. 6 tonna. Bizga eng uzoq qaysi hududdan keladi sutlar? Yangiqo'rg'ondan keladi, Bog'doddan keladi, Beshariqdan keladi. Yetmay qolgan holatiga aholini o'zidan ham yig'ib olinadimi sut? Ha, kam miqdorda yig'ilinadi. Ko'proq endi katta fermalar bilan ishlaganmiz hisobiga ko'proq keladi. Shu aka mana katta firmalar deymiz. Firmalarda baribir imkon qadar zotli mollar olishga harakat qilishadi. Aholimiz endi oddiy mollar bo'lishi mumkin. Sifatda farq qiladimi? Farq qiladi. Molni zotiga qarab ham demak sut farq qilar ekan. Aholinikidan nimaniki, fermaniki sal yog'liroq bo'ladi aholinikidan ko'ra. Ular katta yo'l. Har o'zidan par ishlab chiqarib, sutlarni qaynatib beradi. Hozir ichkaridagi hamma qozonlar shunga ulanganmi? Shunga ulangan, shundan qaynaydi. Bunda ancha katta bosim bo'ladi. Shu par bo'lib, parida pishadi. Hozir buning ichiga sut kirmagan, faqat bu sutni beradi. O'sha pishgan sutimiz kelib, bonkali qatiq bo'ladi. Sut keldi, qaynadi, to'g'ri qatiq o'tyapti. Qatiq o'tyapti. Demak, bular 100% yog'li. Yog' ajratib olinmaydi. Yo'q, bularda yog' ajratilmaydi. Smetana quyish jarayonimiz 20% smetana quyilyapti.
Hop 20% oshirish uchun o'zi yog'li sutimiz 4% bo'ladi. 16% qaymoq qo'shamiz. Hozir smetana bo'ladimi, qatiq bo'ladimi, sut bo'ladimi, hammasini yaroqli muddati 3 kun. 3 kun bizda. Demak, ortiqcha ingredient qo'shilmaydi Yo'q, umuman. 100% hammasi yo'q. Bizda hammasi 100% tabiiylikni hisobiga hech nima qo'shilmaydi. O'zi Sadatda aka eng asosiy talabgor mahsulot qaysi bilan bor? Talabga shu qatiqlarimiz, ayron, tvorog. Asosiy sotuvda o'shalar tashkil O'sha. Keyin bu jarayon faqat issiqxonaga kirib ketadi. Olishgandan keyin. Ha, smetana ham qattiqqa o'xshab demak, Bu ham issiq holatda o'tiradi. Vatan issiqxona. Yaxshigina issiq. Tabiiy holatda shu holatda o'tiriladi. Keyin bu muzlatiladi bundan chiqqan. Keyin muzlatiladi. Adam pishib kelgan sutlar shu nimaga qo'shib, o'sha yerda oqliq aralashtirishadi. Qatiq aralashtirib turib, hali bonkali qatiq, bochkali qatiqimiz o'sha yerdan bo'linadi, quyiladi idishlarga. Demak, mana shu shlenlarda o'zi keladi, u tomondan qaynagan sut. Ha, qaynagan sut tepadan keladi, filtrda kelib tushib, bitta yana ajraladi. Hozir boshlang'ich jarayonda filtr qilindi-ku. Har bitta misol qatiq o'tgandan keyin, smetanaga o'tgandan keyin yana filtr qilinadi. Yana filtrlanadi. Nejavekali filtrlarimiz bor. O'shalardan o'tib kelib tushadi jarayonga, keyin bitta oqliqda aralashtirib, bonkalarga quyiladi. Hozir adashmasam sut tortish boshlandi. Sut tortishyapti, kamayyapti. Ha, bu demak bunda turgan sutni tarozisi. kilogramm. 2 tonna oladi mana shu. 900 kilo qopti. Batlar sovitadigan jarayon. Ha, bu xolodilnikimiz. Xolodilnikimiz. Mana shu kelib mahsulotlar chiqishi mana olib kirib sovitilib, keyin qadoqlashga chiqiladi. Hozir mana smetanani ko'rdik, qatiqni ko'rdik, qaymoq, hammasi chekka kiradi. Chekka kiradi. Bu hozir ichkariga kirsa bo'ladi? Kiraveradi. O, lekin gradusda minus 0 gacha tushadi. Ha. Minus 0 gacha tushib, mana shu jarayonni sovitiladi. Demak, muzlatib yuborilmaydi, lekin muzli holatda ushlab turiladi. Bu yaxshigina sovuq bo'lyapti lekin. Bu tomoni ham xuddi shunaqa. Ha, bag'am shunaqa. Bu yerda tvorog qaymoqlarda. Salom alaykum. Hormaylar. Salom alaykum. Qaymoqlarimiz. Quyish jarayonini separatidan shunday chiqadi. Shunday quyib, sovitishga kirib ketadi. Hozir necha xil o'lchamda qaymoq ishlab chiqariladi? Bir xil o'lchamda. Faqat shu 180 grammligi. Bundan kattasi yo'q. Yo'q. Keyin pachkali tvoroglarimiz. 360 grammli yog'li tvorog. Ha, 360 gramm tvorog. Tvoroglarimiz ham shu bir xil ishlab chiqariladi. Chiqadi. Yoki dietetskisi ham bormi? O'zi dietetiskiy. Ha, o'zi bo'ladi, dietetskiy bo'ladi. Hammasi dietetskiy. Bularga qo'shimcha shakar yo boshqa narsa qo'shilmaydi. Yo'q, shunday yeyilaveradi. Qaymoq ham misol aka separadan chiqadigan bo'lsa, shu holatda shunda quyib yuboriladi. Qo'shimcha ortiqcha narsa qo'shilmaydi. Shuni separatidan olinadi, olib kiriladi, jarayon quyilaveradi. Shuning uchun ham buni ham o'sha yaroqlilik muddati 3 kun. Chiqarilgan sanasi. Bizning klientlarimiz nimaligan hisobiga 3 kunga yetib olmaydi. Tezroq tugaydi. Magazinga kerakligini berib, hali tez sotib, hali xalq mazasi qilib. O'zi shunaqa holatlar ham bo'ladimi aka? Menimcha sut mahsulotlari sotadigan korxonalar baribir hali aynib qolish holatiga kelganlarni qaytib olib qaytib olamiz, vazorat qilib olamiz. Necha foizgacha bo'lishi mumkin aka shu vazorat? Vazoratmi? 10%, 15% vazorat bo'ladi. Berilgan. Ular nima qilinadi vazorat qilib olingan tovarlar? Qatiqlar qaytib olinsa, suzma qilamiz. Ha. U jarayonlarga nus ishxonaga o'tsak, o'rilaveradi. Qolgan mahsulotlar u tomonda. Ya'ni vazorat qilganlarni misol ko'pi maqilgisi, misol qaymoqlar, nimalar utilizatsiyaga chiqadi. Ular qayta ishlab bo'lmaydi. Hozir bu jarayon qaysi? Bitta endi idishlar yuvib, nima qiladi, distillab, misol zavodlardan bonkalar keladi. Idishlar yuvib, distillab, nima qilib chiqarishadi. O'zi hozir bonkalar qaytib olinmay qo'ydi shekilli yo baribir magazinga qaytadi? Olinadi. Endi ko'p baribir yangi zavoddan olamiz. Endi aholilar qaytarib chiqarish kam. Bir marta ishlatiladigan-da yangi holatda. Shunaqa. Bu oddiy suvda, to'g'rimi? Oddiy suv. Ular bosma quradi. Juda ko'p do'konlarda ko'rdim. Men o'zim ishlaydigan do'konlarda ham aynan shu mahsulotni umuman boshqacha qabul qilishda hali o'zim tatib ko'rganim yo'q. Bu misol bosma qurtimizni ana oddiy qurtlardan nima farqi bor? Ancha farqi bor. Bu bir oy jarayonida tayyorlanadi. Bu bir oy ketadi tayyorlanishi. U misol suzmadan keyin tezda yumaloq qurut holatga chiqariladi. Buni bir oy deganda bir oygacha bosib,
Bir oyda Zardobni nima chiqaradi. jarayonlar ketadi bunda? Yo, buni ko'ramizmi hozir? Ha, aytda bor, ko'rsataveramiz. Nima? Bosib quyiladi. Zardob bir oy davomida oqib chiqib turadi. Yeganda Ta'miga ta'sir qiladi bu baribir. insonni nimasiga. Lekin juda ko'pchilik bilan gaplashdim, kasal qilyapti ekan odamlarni. Ayron bilan Yana yegisi keltiryapti. Ha. Buni o'sha 3 qo'l darajada adashmasam, Ha, bitta achchiq, shirin. mana u ham achchiq. Yo'q, achchiq. Hali Rangi og'ziga ozgina boshqacha olib 3 qo'lda o'ylab. Og'ziga yoqagan hamda Ayronlar, ayronlar, sutlar. suti bo'lar ekan shunaqa holatda chiqarsa ham. Ana korobkaliklar juda qiyin edi, ochib, ichib olganda. Bular mana misol yog'li sirog 3 kun 4%. Shuni O'zi, filtrdan aka- chiqarib pishirib quyib beriladi. Tushunarli. Bu sadaf sut mahsulotlari, misol boshqa sut ishlab chiqaruvchilar ham bor. Asosiy afzallik tomonlari nimada aka bu Sifatda. mahsulotda? 3% tabiiylik, sifatda ko'proq. Misol o'sha aytganingizdek korobkali holatda chiqadigan sutlarga ham 1 oy, 2 oy Ularga 6 oy turaveradi. qo'yadi. 6 oy qo'yiladi. 6 oy Bularga 3 kun, ularga essensiya qo'shgan hisobiga 6 oy ushlab berib turadi. Achib qolmasligi uchun. Bular o'zi 3 kunda o'zi nima bo'ladi? Demak, chiqadi bugunning o'zida, ertalabda chiqib sразу tarqab boriladi. Hal qilinadi. O'sha kuni o'zida sotilinadi. Bu yerdan aholi bemalol sotib olishlari mumkin demak. Bemalol aholi sotib olinadi. Narxlar nisbatan arzon chiqadi? Ha. Brinzalar, sirlar, Sirlar ham ishlab chiqariladi demak. mozzarella, irigan, Mozzarella sirlargacha cho'ziladigan sirlar. cho'ziladigan. Produktlarimiz ham har xil nimada, akimlikda, nimada chiqaveradi. Bunisi adashmasam donali qurtlari. Yo'q, mana shuni pachkasi. Ha, shuniki. Korobkalikdan bilan buni farqi bormi? Upakovka. Faqat upakovkada farq qiladi. Bu asartli aralashadi. Adashmasam qurutni ob'yomi nisbatan past bo'lgan, lekin hozir sezilarli darajada ko'tarildi. Chunki Hozir talab kuchayib ketdi. men o'zim ham yeb ko'rdim, ta'mi zo'r ekan. O'zim ishlab turgan do'konlarda oladigan bo'lsak ham, baribir talab ko'tarildi sadaf qurtlariga. Ta'mi zo'r ekan, lekin tatib ko'rishni tavsiya qilaman. Narxi ham nisbatan yaxshi. Qolgan brendda 100% tabiiy, hammada fruktlarga olib oladigan. mana. Bitta zavoddan chiqdik. Ikkinchisiga qarab Ikkinchi zavodga ketyapmiz. ketyapmiz. Hozir ikkinchi boradigan zavodimiz asosan nimaga ixtisoslashtirilgan? Hop, aytdi ayron, qurut, nimalar, o'sha qatiq mahsulotlari ham. Ha, bu yerda ham qattiq bor, bu yerda ham ham bor. bor. Hozir ob'yom bo'yicha qaysi biri katta zavod? Unisi. Unisi katta asosiy zavod. Asosiy. Keyin Jahongir aka yana bitta narsa bor. Men o'zim eshitganim, ko'p joyda palma yog'i qo'shadi sutga. Bu o'zi nima uchun qo'shiladi? Eslarda qo'shiladimi? Yo'q, bizda 100% tabiiy hamma mahsulotimiz. Biz foizini oshirish uchun o'zimiz separa qilib olgan qaymog'imizni qo'shamiz. Misol qaymoq 45%, 80% lik qaymoqlar chiqadi. O'shalar qo'shamiz. O'sha hisobiga foizni ko'paytiramiz. O'zi nima uchun qo'shiladi palma yog'i? Palma yog' arzon tushish uchun. Ha, ob'yomni ko'paytirgani xolos. Ob'yomni U ko'paytirgani. yog'lilikni ham oshirib beradimi? Ha, insonni yog'liligini oshirib oladi. Keyin insonni nimasida u narsa 40 gradusda eriydi. Ha, hazm bo'lmaydi deyishadi. Hazm bo'lmaydi. Inson 36 yuradi. Endi hazm bo'lmaydi. O'sha hisobiga bizniki 100% tabiiylik uchun qaymoq qilinadi. Jahongir aka, hozir qayerga keldik? Bu yangi zavodimiz. Aha. Ikkinchi ochilgan zavodimiz. Bu yerda ham ayronlar, qurutlar, tvoroglar ishlab chiqariladi, brinzalar. Ob'yom bo'yicha qaysi biri katta zavodlarda hozir turganimiz? Ob'yom bo'yicha bunisi katta. Tabiiy qurutlarda hidi shunday kelib turibdi. Hatta ham pishirish jarayonlari. Bu ham xuddi o'sha jarayon pishirishdan o'tadi, sovitiladi, keyin yana tarqatiladi. Mana tvorog. Tayyor bo'lgan tvorog bir kun turadi. Keyin zardobi chiqarib yuboriladi. Separati qaymoq olinyapti. Mana oddiy aholini hisobiga oladigan bo'lsak, ularda baribir halini gaplashishga oddiyroq mol bo'ladi. Ularda misol yog'lilik darajasi qancha bo'lishi mumkin ustuniki? Yog'lilik darajasi shu 4 ga kam boradi. 4 ga bormaydi. Fermalarga keladiganlar. Ularda 5 gacha boraveradi. Demak, yog'liligini hisobiga ham farqi bor. Bunaqa qilib mana suzmalarni oqizdirib qo'yishadi. Endi hidi yoqishni boshlayapti borgan sari. Qurutga qarab ketyapmiz.
Mana misol suzmalarimiz ham mana tabiiy nimada uslubda suziladi. Hammasi zardob pishib ketsa, Bu bir kun osib qo'yiladi demak. Bir kun osib qo'yiladi. Tayyor bo'lgandan keyin apparatga qo'yib qurit holatda quruq holatga chiqariladi. Bu hammasi bir kunlikmi aka? Ha, bir kunlik. Bugun ilinda bularda hammasi. Hozir olindi. Bir kunni o'zi necha kilo bor bu yerda hozir? Hozir mana shu o'zida bir 15 tonna sut ilinadi. 15 tonna sut ilingan hozir. Bu degani bir kunda 15 tonna quruq chiqadi. 15 tonna quruq. Assalomu alaykum, hormaylar. Bular o'lchami bo'yicha ham bir xil ekanda, demak, quruq. 15 tonna dedingmi, adashmasam quruqni 60 tonna sut keladigan bo'lsa, o'zida 15 tonna quruq chiqadi. Endi uni kichrayib, yo'q bo'lishini hisobini qiladigan bo'lsak, bateriya bir 20 tonna atrofida turgan. Demak, ob'yomning 3dan 1 quruq. Hozirgi kunda. Mana sutni chiqarishini ko'rdik. Bu bir xili. Yo, sutni ham nima holatda beriladimi? Bonka holatda. Faqat o'sha bakilashganda bir holatda. Vakuum qilinadigan jarayon. 60 grammdan solinadi. Ha, soniga emas, grammiga o'lchanadi. Ha, bularga 15 kun yaroqli muddat beramiz. Korobkaligini hisobiga. Korobkaligini hisobiga. Demak, bu ochiq holatda saqlanadigan bo'lsa, quritni nimasi kamayadi. Bunda 12 ta ekan. Hozir bitta обычный oddiysi bor, achchig'i bor. To'rtta nima? Keyin uchinchi rayhonli bo'ladi. Rayhonli. O'zga qaysi biri yoqadi hozir? Menga hammasi yoqadi. Eng yoqtirgan. Rayhon. Hadida rayhonli. Uni biz quritamiz, yuvamiz. Qalampirlargacha, rayhonlargacha o'zimiz quritib, o'z ichiga qo'shilinadi. Necha yildan beri ishlaysiz o'zi bu korxonada hozir? Men 4 yildan yo'q, xo'jayinim 23 yildan beri. Xo'jayingiz ham shu yerda ishlashadi, 23 yildan beri. O'zi zavodimiz tashkil topganiga 24 yil bo'ldi. Ha, yangi tashkil topganda kirishgan ekanda. O, super ekan. Bular quruq bo'lganmi hozir? Bir kun jarayonida qurib boradi. Yeyishga tayyor emasmi bular? Yo'q. Bitta birinchi jarayonimiz vakuumlash holati. Bu brinza ko'proq turadi, bir kun emas. Yo'q, bir kun. 24 soat turadi. 24 soat tuzli suvga o'tkazamiz. Yog'li brinza. Brinza bilan mana sirda tayyorlanish jarayonida nima farq qiladi bir-biridan? Menimcha ikkalasi ham deyarli bir xil tayyorlanadi. Ha, yo'q, ikki xil. Xilmi umuman? 15 kun yaroqli muddati bu. Xolodilnikda muzli joyda 15 kun turaveradi. Katta ham sutlar kelgan. Bular brinzaga. Sut shunga quyiladi, shunda o'tiradi. Brinzani olib, shunga solishadi, presslashadi. Presslab, keyin suvga olishadi. Hozir bu yerda brinza tayyor bo'lyapti. Ha, brinza tayyor bo'lyapti. Yog'li sut mana kelib tushdi bunga. Pishyapti. Uni qanday pishiriladi? Biror nima qo'shiladimi brinzaga keltirish uchun? Brinza bo'lishi uchun oksus qo'shamiz. Oksus qo'shiladi. 100% tabiiy oksus. Keyin uni shu aylantirib tayyorlanganda to'g'ri holatiga keladi. Voy. To'palen. Mana endi bildim xalat nima kiyib olganimizni. Sovuq jarayoniga qo'yishgan. Tvorog bu. Bu sovutilyapti hozir. Demak, buni atrofida suv aylanar ekanda. Suvga ulab qo'yganmiz. Suv mana temperatura bo'ladi. Issiq suv. Bu qo'lim tegsam? Ha, bemalol. Qaynoq suv. Bu muzga kiradi, issiq holatda chiqib ketadi. Temperaturani hisobiga soviydi. Tayyor bo'lgan ayronlarimizni quyish jarayoni. Ayron sovuq holatda quyiladi. Ayron sovuq holatda quyiladi. Bu tayyor emasmi? Bu tayyor ayron. Alma aylanib turadi, bu yerda quyib turishadi, muzli ayron. Lekin Sadatgina ichib ko'rganman, juda zo'r ta'mi. Bu pishib turgan jarayon. Ayron pishirilyapti. Ha, ayron qaynatiladimi? Qon og'rimasligi uchun bizga qaynatiladi. Ha. Men endi menga qiziq ma'lumot bo'ldi. Ayron qaynatilar ekan. Biz misol uy sharoitida tayyorlaganimiz yoki ko'chada ko'ramiz, shu muzli holatda muz kerak bo'lsa muz tashlab turib qaynatiladi. Bizda qorin og'rimasligi uchun qaynatiladi. Hozir bu tayyor massaga olib kelingandan keyin qaynatiladimi? Yo sut qaynatilib turib, tayyor massaga olib kelinadi. Tashlaymiz, suvni tashlab, tuzni tashlab qaynatamiz.
yosh bolalar ham, kattalar ham bemalol iste'mol qilishaveradi. Shuning uchun hali hamma mayin ekanda. O'sha sotuvga tayyor. Bo'ldi o'sha. Muzli holatda chiqargan. Bunday holatda hozir yana xalaliga kirib ketadi. Buni necha xil o'lchamda bor? 1 litrligi 1 bor. litr bor, 400 grammligi. Keyin mana yana bitta savol bersam, ko'chada hali sisternalardagi ayron ham uyanslardan boradi. Bizdan boradi. Bu bilan uni ta'mida farqi bormi? Bir xil. Ha, u просто bilan nijavikalikda aralashtirib turgan hisobiga ta'mi o'zgacha. Qandaydir yoqimliroq ketadi. Yoqimli bo'ladi. Ha, bu endi bitta joyda turadi, buni ham chayqab turib ichsangiz, bu ham zo'r. Buning ichiga ayniqsa rayhonlar, mevalardan qo'shib. Rosa sezon vaqtida bir kunda qancha ayron ishlab chiqarasizlar aka? Qancha sotuvga berasizlar? 10 tonna. 10 tonna ayron ketadi. Faqat asosiy vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha. Buning ichiga o'sha sisternalar ham kiradimi? Ha, kiradi. Ularda sisternasini berasizlar. Sizlar tayyor tayyorlaydigan yonini sisternalar. ayron lekin kattaroq o'lchamda beriladi. Mana sisternalar tayyor qilib qo'ydik, endi shularni chiqaramiz. Ha, mana shular hozir o'sha men aytgan ayron. Shularga apparatlar bu yilgi yangi. Shularda endi aholiga beramiz, ko'chaga olib chiqib. Shu sotib turadi. O'zlarini maxsus mashinalarga borib quyib ketadimi buni Quyib ichiga? ketadi. Shuni ham shartlarni bir Asmoga berganmiz, apparatimiz bor Asmoda. Ha, Asmoda bor, ko'rganman. Buni aholiga beriladigan bo'lsa, apparat bepul beriladi? Ha, bepul beriladi. Ayron yetkazib olib beramiz. Ma'lumot. Bu apparatimiz shu o'zi muzlatib, o'zi aylantirib sotib turadi. Zo'r. Jahongir aka, video yakunida avvalambor sizga kattakon rahmat. Shu jarayonlarni ko'rsatib, o'zimiz uchun ham qiziq bo'ldi. Ishlab chiqarish jarayonini, ichki muhitini ko'rsatish to'g'risi hammaga ham emas. Shunaqa. Bo'lib ham sut mahsulotlari baribir bizda nozik biznes qaraladi-ku bunga. Sut mahsulotlari tayyorlash jarayonini qayta zavodlarni ko'rsatish ham hammaga emas. Sizga kattakon rahmat. Shunchalik bizga sharoitlarni qilib berib, ochib berganlaringga. Endi oxirida bitta konkurs qilsak aka. Bo'ldi. Konkursga nima qilamiz? Nima qo'ya olamiz? Shu xalqimizga sifatli mahsulotimizdan 10 ta boks qilib beramiz. 10 ta boks qilib beradigan bo'lsak, hozir bu videomiz ham YouTube'ga, ham Instagram uchun olinyapti. 5 tasini bo'lmasa YouTube'ga qilamiz, 5 tasini Instagramga qilamiz. YouTube shartini ham endi o'zingizdan aka. YouTube'da shu chiroyli komment yozsa, Asmo va Sadab hamkorligi bo'yicha chiroyli komment yozinglar. Akam ichidan 5 tasini tanlab olishadi va o'shalarga Sadaf sut mahsulotlaridan set qilib jo'natamiz, xudo xolasa. Instagramda bo'lsa, Sadaf sut va Asmo Instagram sahifalariga obuna bo'lsalaring, mana shu obuna bo'lgan insonlar ichidan komment yozganlar ichidan yana 5 tasini tanlab olib, ularga ham sovg'alarni jo'natamiz. Aktiv bo'linglar. G'oliblarni qancha muddatda aniqlaymiz? Shu 10 kunda ichida aniqlab olsak. Demak, video chiqqandan keyin 10 kun vaqt sizlarda bor. Shu 10 kundan keyin biz random orqali g'oliblarni aniqlab olamiz. Hammaga rahmat. Keyingi safar qaysi zavodlarda borishimizni xohlaysizlar, kommentariyada yozib qoldirsalaringiz xursand bo'lamiz va sizlar uchun doimiy harakatdamiz.